Erkaklar jinsiy zaifligi davolab bo'lmaydigan kasal emas, birodar. Yo'li bor. Faqat ximikal dorilarsiz aytib qo'yay. Tushundingizmi? Yig'ishtiring tabletkani. Battar bo'lsa bo'lasiz, sog'aymaysiz. Tabiiy narsaga o'taylik. Sizlarga bir narsani taklif qilaman. Qarang. Chabrets deydi. Ya'ni timyan deydi, yana ikkinchi oti. Chabrets, timyan, ikkita oti bor-da. Xo'sh, o'zbekchasi tog' jambili. O'sha tog' jambilini topsangiz, quritilganini toping, 1 litrlik bankaga yarim qilib soling. Undan keyin issiq qilib zaytun yog'ini bor-ku, qaynab turgan zaytun yog'ini shuna qo'yasiz ustiga. Bir bo'g'in ko'p bo'lsin, bir bo'g'ingina. Shuna qo'ydingizmi, og'zini shunday bekitib qo'ying. Yarim litrga shuncha ko'proq, yarim qildingizmi, где-то 700 gram shunda qo'ysangiz ko'proq bo'ladi. Bir oyga qorong'iga joyga shunda qo'yib qo'yasiz, quruq joyga. Yog'i chiqadi. Tushundingizmi? Yog'cha. Ana shuni 3 mahal yarim choy qoshiqdan asalga aralashtirib ichib turing. Tushundingizmi? Ana, вообще u nima qiladi? Qarang. Prostata, shamollash hammasini yo'q qiladi. Spermani ko'paytiradi. Keyin uzaytiradi. Tez tashab yuboradiganlarga bor-ku. Mana shunday. Tez tashab yuborasiz-ku. Mana shunday xullas. Tushundingizmi? Xullas hamma xursand xullas. Undan keyin agar uni topolmasangiz, mabodo topolmasangiz, bitta telefon nomeri aytaman. Tabiiy narsalar bor. Tabiiy. 2 kunda effektini bilasiz. Jinsiy ojizlik bu tuzalmaydigan kasallik emas, o'ylamang. Telefon nomeri beraman, WhatsAppdan, Telegramdan bemalol murojaat qilasiz. Xo'p, telefon nomeri +99 891 lik kod bilan 127 3370. Ilhomjon deng, Telegramgami, WhatsAppgami yozing. Agar kelisha olsangiz, bemalol olasiz. Keyin yog'ini ko'rasiz. Xo'p.